Original koreyskiy sbor Rossiya. Aha. Pultlari Magic Pult. Aha. Bunga hali internet nimalar Wi-Fi bor-a buni? Hamma yo'q bor. Wi-Fi bilan ulanib nima qilsanglar bo'ladi, xohlasanglar. Galasoylari bor ekan, pultlari Magic Pultlar. Ha, galasovoy nimalari bilan upravleniyasi bor ekan. Pultlarni bir ko'rsatib o'tib ketadi ekan mana. Mana bunday qilsangiz ishga olmaydi. Ko'ringlar mana. Mushkada kompyuter qilib ishlatsangizlar ham bo'lardi. Smartfonda lekin kompyuter demasak ham, oddiy smartfondagi programma qachatkisa bo'ladi bularga hammasiga. Programmalari bor. Ali Play Market yo'q-a bularda? Bor. Bor, Play Market ham bor. Endi narx-navolardan bir chekkadan o'tib ketaylik. Mana LG'imiz 55 dedingiz razmerini. Narxi necha pul aka buni? Qirg'iz so'mda aytavering endi odamlarga. Buni aka 63 ming qilib beramiz ekan. 63 ming so'm ekan. Keyingisi mana bu ham LG ekan. Bu уже 7800 model ekan. 7800 model ekan. Razmerini aytib keting. 55 bu. 55 razmerda ekan bu. Buni ramkada ekan. Bunisi 76 ming ramkasi bo'ladi. 78 bez ramka, keyin noshkada ayiraman. O'zko'rchi, tishi bir xil. Bu chicha qimmatroq 65 ming ekan. Bu 65 ming so'm ekan narxi. Bu yoqda nima turibdi? Samsung original anaqa o'zini kolonkasi bilan shekilli men tushunishim. Отдельно ketami kolonka? 55 bu ham. Bu ham 55 bez ramkadan ekan. Akam aytgandek. Buni narxi qanaqa aka? 2021-yilgi производство ekan. 60 ming qilib beramiz aka. 60 ming so'm Samsung 55 diagonal. Narxi yaxshi. Endi katta televizorlarni ko'rsatib qo'yaylik. Mana yerda ajoyiblar turibdi original. Men kiriblar ko'zim o'zi shu ikkosiga tushdi. Mana LG ekan. Bu ham 76 aka. 76 diagonaldan 2021-yilgi ekan производствоsi. 65 razmer. 4K. 4K televizor mana 4K ko'ringlar. Kameramiz kuchi yetadi sizlarga 4K ko'rsatib bergani. Buni narxini qanaqa deyapsiz aka? Buni 83 ming qilib beramiz aka. 83 ming so'm ekan, 65 diagonal razmeri. Tak, mo kattamiz bor ekan, bu yerda bu ham Samsung ekan. Bu mana Crystal HD ekan bu. Bu ham bezramочный. Ko'rib bu tonki aka, vaqti kuchli model, galasovoy bor pultida. Tonki model. Galasovoy upravleniyasi bilan mana aytdim, ko'rsatib qo'yaylik. Tak. Buni narxini nech pul deyapsiz aka bu katta televizorda? Buni 120 ming qilib. 120 ming so'm, razmerimiz 75. 75 diagonal ekan. 75 diagonal. Mana bu ham ko'rdingiz 4K ekan. 65 emas. Tak, 65 Samsung ekan, bu ham. Bu голосовое управление bormi bunda aka? Bez голосовой. Bu bez голосовой обычный pult ekan. Bunda ham internet nimalari bor, hamma yo'g'i. Подключениялар. 4K. 2020. Tak, 2021-yilgi model. Pultini ko'rib qo'yishlar bo'ladi. 4K da. Tak. Buni narxini aytib keting endi aka. 80 ming qilib beramiz. 80 ming so'm ekan. Samsung bu 75 dedingiz a? Diagonal. 65 7100. Ha, 65 7100 mana. Bu 55 ming ekan. Masinada 7100 65 ming. Akamda original narsalar sotadi ekan-chi, faqat xitoyski Samsung emas, Rossiyadan keladigan Samsunglar ekan. Narxlarini berib, hozir men sizga narxlarini bir sira ko'rsatib sizlarga nomer telefonini tashab ketaman akam. Yoqqan bo'lsa, zvon qilsanglar, Qorasuv bozori bu. Yana bir marta qaytarib ketaylik. Qorasuv bozorda 20-konteyner ekan akam joyi. LG mana kichikroq deganlarga 50 razmerda, 50 diagonal. Bu ham mana shu internet podключениялari bilan narxini ayting endi buni. 53 ming qilib beramiz. 53 ming so'm ekan aka. Buni 3 xil modeli bor. 55 mingligi bor. Undan arzoni ham bor, 50 mingligi bor. Buni ranglari yo'q aka sizlarda. Mana qora svetda bo'ladi hammasi. Qora svet. Seri svet ekan, seri mana. Ha, bu serimi? Seri svetda. Ha, bu seri ekan. Borimiz Xitoydagi Yasin 50 razmer. Tak, Xitoy. Tak, 55 diagonal ekan. Bunda interneti bormi buni? İnterneti bor. İnterneti bor. 50 razmer ekan bu. Ha, 50 diagonal ekan. Mana bu ham 4K HD ekan. Bu 38 ming qilib beramiz. 38 ming so'm. Men bunday Rossiyada yurgan odam uchun men uchun arzon ko'rinyapti, rostini aytsam-chi, narxlar. Ha, arzon.
Tak, bu LG ekan, kichkinasidan. LG 43 diagonaldan ekan. HD TV, bu ham 4K ekan. Bu upravlение голосовой. Hamma yo'g'i bor, interneti ham bor. Buni narxi necha pul aka buni? Buni aka 45 ming beramiz. 45 ming so'm. Ozroq qilib beramiz. 42 ming so'm beramiz. Bu sherik ekan, 42 ming. Ramkasi. Bo'ldi. 45 ming 42 ming 3 ming so'm ayirmasi bor ekan. O'sha chista modelda raznica deyapti. O'zi bir xil televizor ekan. O'zi bunday ko'rsangiz ham ramkasi dizayni boshqacha qilingan ekan. Borimiz Xitoylik aka. Xitoy Samsungmi? Mana Xitoy Samsung. Buni ham голосовой bor. 19 mingdan 25 minggacha. 19 mingdan 25 minggacha modeliga qarab olaverasiz. Arzon, arzon istaganlarga mana 19 ming so'mga ajoyib televizor ekan. 43 diagonal. 43 diagonal modeli yoqdi menga, chiroyli qilingan ekan. Zborkasi Xitoy faqat. Samsung hozir Xitoy bilan o'zi telefonlarni ham ko'pini chiqaryapti. Men Koreyada bir oy yurganimda ko'rdimda, Xitoy o'zi chista Koreyada ham xitoyskiy televizor nimalar, telefonlar sotilyapti. Mana shunga xitoyskiy televizor desa, u Xitoy bo'lib Xitoy emas. Samsung zborkasi Xitoyda qilingan. Mana kichina 32 ekan, 32 miz necha pul bular? 13200 so'm. 13200 so'm. Arzon, akalar, arzon 13 mingga televizor, manaka interneti bilan Android Jallovatda, O'shda men masalan ko'rmadim-da bu arzon narxda. Bonolar bizda o'zimizda Jallovatda narxini aytib o'tib ketaman. 18 ming yo 20 mingdan sotilyapti aka Jallovatda. Tak, bu 32lar, 32 ni mononisiga qiziqdim. Xitoy firma bu. Bu ham Yasindik ekan. Buni reklama qildi. 13800 so'm. 13800 so'm. Narxi yaxshi ekan, 13800 so'm bo'lsa. Buni ham upravlение голосом bormi aka bunda? Bez голосовой faqat nima? Alnaqada, pult bilan upravlение ketadi. Bez internet. Bu ham Samsung firma o'zi. Samsung bez internet oddiy televizor. Narxi nechi buni? 10 ming so'm beradi. 10 ming so'm? 10 ming so'm oddiy televizor 32 diagonalda. Mana kichkina детский komnatalarga qo'yaman deganlarga ham bemalol ekan. Kачествоsi yaxshi ekan. Tuner bor, haligi shu tunerlari bilan уже встроенный. Oddiy antenna ulasangiz ham nima ko'rsataveradi. Antennani o'zini sayqasiz. Shu televizorlarni ko'rdinglar. Hurmatli podpischilar, sizga hozir nomer raqamingizni aytib ketsangiz aka, men yana videoning ustiga nomeringizni qoldirib qo'yaman. 0551 0551 010109 0551 ekan akam. Ismingiz nima aka? Ergashvoy. Ergashvoy aka deb zvon qilsangiz bo'ladi. Sizlarga yana informatsiya kerak bo'lsa yo rasmlar, videolarni tashab qo'y deb WhatsApp, Telegramlari bo'lsa kerak akamlarda. Ashetdan doполнительный video yo suratlarni tashab qo'y desangiz, akam sizlarga videolarni qilib ishlab qo'yadi. Yana bittani tortib o'tib ketaylik, katta bor ekan bu yerda. 65 diagonal ekan. Ismi LG ekan bu. LG ekan, Bu katta televizordan ekan. Bu ham tonki узкий televizor. Buni narxi necha pul aka bu katta LG'da? 85 ming beradi. 85 ming so'm. 85 ming so'm. 85 ming yaxshi. Firmenlar original LG 2021 buni yili. 2021-yil. Rahmat aka, biz nomerni yana bir marta qaytarib qo'yaylik. 551 bilan 010109 ekan. Raqamlarini men videoning ustiga qoldirib ketaman. Akami WhatsApp nomerlari bo'lsa yozib olaman. Videoning tagiga, описаниеga yozib qo'yaman, xudo xolasa. Videomiz yoqqan bo'lsa like bosib, iltimos kanalga podpiska qilmaganlar kanalimizga podpiska qilib qo'yinglar. Bugun biz Qorasuvda 20-konteynerini video tortib, sizlarga televizorlar narx-navolarini ko'rsatib o'tib ketdik. Rahmat.